Keling, bugun sizlar bilan ingliz tilida yozni issiq havosini qanaqa ta'sirlashini o'rganamiz. There are some collocations that you can use. For example, it's a scorcher, or it's burning hot, it's baking hot, or it's boiling outside, it's extremely hot. Bularning barchasi judayam issiq demoqchi bo'lsangiz ishlatiladi. Masalan, qanaqa ishlatamiz? It's burning hot day today, or it's scorcher. Просто masalan judayam issiq kun demoqchi bo'lsangiz it's kind of scorcher. It's boiling hot today. Masalan bo'rttirib aytmoqchi bo'lsangiz, mana hozir trend bo'lib ketdi. Ya'ni tovada, ko'chada, asfaltning ustida tovada tuxum pishirish trend bo'lib ketdi. Shuni exaggeration, ya'ni bo'rttirib issiqni judayam issiq deb bo'rttirib aytmoqchi bo'lsangiz, it's so hot you could fry an egg on sidewalk desangiz bo'ladi. Ya'ni bu degani ko'cha shunaqangi issiqki, sen ya'ni yo'lning ustida, ko'chada yo'lning ustida tuxum pishirsang bo'ladi. Shunaqa darajada issiq demoqchi bo'lsangiz, shu frazani ishlatsangiz bo'ladi. The sun is beating down. Bu degani quyosh judayam qizdiryapti degan ma'noda keladi. For example, you can say we walked for hours with the sun beating down. Ya'ni quyosh ustimizga tikka tushib turgan holatda ham biz qancha soatlab yurdik demoqchi bo'lsangiz, shunaqa qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bizda keyingi so'z the heat of the day. Ya'ni bu nima degani? Kunning eng issiq qismi. Masalan, we stayed inside during the heat of the day. deb ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni kunning eng issiq qismida biz tashqariga chiqmadik, uyda o'tirdik degan ma'noda. Keyingi so'z bizda juda ham ko'p ishlatiladi. Masalan, ho'l issiq, quruq issiq deb aytishadi. Ya'ni ho'l issiq qanaqa bo'ladi? Yomg'irdan keyin yoki nam havolardan keyin bo'ladigan kuchli issiq natijasida havoda suv parlanadi. Dimoqqa uradigan namlik bo'ladi issiqda. Yoqimsiz, odamni lanch qiladigan namlik bo'ladi. Shu havoni qanaqa tasvirlaymiz? Humid deymiz. Humidity degani o'zi issiq havodagi namlik. It's humid outside desak, bu o'sha tashqaridagi nam, issiq, yoqimsiz havoni bildiradi. Bu so'zlar umid qilamanki, hozirgi bo'layotgan tashqaridagi issiq havoni tasvirlashda sizga yordam beradi va kommentariya qismida ham so'zlardan foydalanib gaplar tuzib qoldiring.